Assalomu alaykum hurmatli kimyogarlar. Demak, sizlar bilan navbatdagi savolimizda yechimini ko'rib chiqamiz. 86-savol. 78,9 mg Mendeleyev parchalanganda 1,86 ko'paygan 10⁻20 ta proton hosil bo'lgan bo'lsa, reaksiya natijasida olingan plutoniy izotopidagi neytronlar sonini aniqlang degan va bizda sxemasi ham berilgan. Demak, 78,9 mg ni biz grammga aylantirib olamiz, o'zimizga qulay bo'lgani uchun. Grammga aylantirsak 78,9 ko'paygan 10⁻³ gram bo'ladi. Demak, mana bu pastdagi reaksiya sxemasini yozib chiqamiz, yadro reaksiyasi. Demak, Mendeleyev parchalanganda plutoniy va alfa zarracha va x ta alfa zarracha va y ta proton ajralgan. Demak, Mendeleyevda bizda massasi berilgan 263 va yadro zaryadi 101. Plutoniy yadro zaryadi bu 94 ga teng. Hop, biz ma'lumotlardan foydalanib y ni birinchi topib olamiz, ya'ni protonlar sonini. Demak, bizda aytayapti mana 78,9 ko'paygan 10⁻³ gramida 1,86 ko'paygan 10⁻20 ta proton mavjud deyapti. Bizda Mendeleyevning massasi necha? 263 gram. 263 gramida qancha desak, proporsiyadan 263 ni 1,86 ko'paygan 10⁻20 ga ko'paytirib 78,9 ko'paygan 10⁻³ ga bo'lsak, y-imiz 6,02 10⁻23 ta kelib chiqadi. Demak, bu Avogadro soniga teng, ya'ni buni 6,02 Avogadro soni 6,02 10⁻23 ga bo'lsak 1 kelib chiqadi. Demak, y-imiz 1 ekan, protonlar soni bitta. Ya'ni bitta proton ajrab chiqqan. Xo'p, ana endi mana x ta alfamiz necha chiqishini topib olsak, mana shundan keyin xo'p, bizda reaksiyani chap tomon va o'ng tomonda yadro zaryadlari va massalari ham bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, protonlar soni. Bu tomonda Mendeleyevda 101 ta proton bor. Plutoniyda 94 ta va bitta proton bor bizda. Shunda 95 ta bor. 101 dan 95 ta ayirsak 6 ta yetishmayapti. Bizda 6 ta bo'lishi uchun alfamizda zaryadi, ya'ni yadro zaryadi. Ya'ni plus 2 ta protoni bor alfada. Demak, 6 ta bo'lishi uchun x'imiz 3 ga teng bo'ladi. 3 kere 2 6. Xo'p, x'ni aniqlab oldik. 3 ekan, y 1 ekan. Ana endi plutoniyning massasini topsak, xo'p, reaksiyaning chap tomonida 263 gram bor Mendeleyev. O'ng tomoni ham 263 gram bo'lishi kerak, yig'indisi, massalar yig'indisi. Xo'p, bizda alfamiz 3 ga teng bo'lgani uchun 3 kere 4 massasi 12 plus proton 1 13. 263 dan 13 ta ayirsak 250 kelib chiqadi. Demak, plutoniyning massasi 250. Neytronlar sonini topsak, massasi bor, protonlar soni bor, ya'ni yadro zaryadi. Ayirib tashlasak, 252 dan 94 ta ayirsak 156. Demak, neytronlar soni 156 ta teng ekan. To'g'ri javobimiz A javob.